Papu taxsini al. Balalarım, buvanglarni chaqiringlar, hammamiz birga nashta qilaylik. Mana keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Balalarım, bugun sizlar bilan nashta qila olmayman. Chunki ro'za tutgan edim. Buva, bu ay Ramazon oyi bo'lmasa, nimishqa ro'za tutdingiz? Ramazon ro'zasi islomning farzlaridan biri. Bugun tutgan ro'zam payg'ambarimizning sunnatiga agishib tutgan nafl ro'za balalarım. Peygamberimiz Allah Teala'ga yakın buluş için her ayda 3 gün roza tutkan. Ben bu sünnetini ada kılıvatıma. Peygamberimizden bu sünnetinin bir hikmeti bardır akçan. Bar oğlum, roza tutuş ruhimizni paklaydı. Bedenimizdeki artıkça maddelarını tazlap, bedenimizni sağlam kılıdı. Peygamber aleyhisselam roza tutunla sağlam bulasılar diye. Peygamber aleyhisselam doğrusida yeni gaplarni anlagan siri texmi ko'p anlag'im kelyapti. Buva, men qachonmi sendek bilimlik bo'larman? İnşallah çokum bilimlik bo'lasan qizim. Paydalı bilim erişinler üçün her vaqt dua qiliman balalarım. Sizlarning yaramlıq farzandlar bo'lishinglarni Allohdan tilayman. Xo'sh balalarım, Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaymiz. O'tgan qatim payg'ambar alayhissalomga munosabatli hikoyaning Zamzam haqidagi yeriga kelgan edik. Peygamberimizning cho'ng dadisi Abdulmutallib tushida ko'rgan bishoratga asosan Zamzam qudig'ini izlab topay deb qolgan edi. Endi sizlarga oxirini so'zlab beray. Diqqat bilan anglang. İbn Ömer, bu Abdulmutallib zodi nima ish qilib yuriydi? Zamzam qudig'ini izlab o'tibdekmish. Qara, u qo'layotdi. Men hech nimani bilolmadim-ku. Asta, avayla Abdulmutallib. Ha, birer iş oldu mu? Senden soray deb turgan. Zodi, nemish qilyapsan? Bu yerni nemishqa qo'laysan? Kabining yenini qo'lasan qandoq bo'ladi? Qo'layapman shu. Qo'lig'ini qo'yinglar. Abdulmutallib, gapimizni anglab qo'y. Hey, sana gap qilyapmiz. Kabe'nin tanrısı bilen qasam qilaman ki quduqni topdim. Zamzam suyini topdim. Abdulmutallib oxiri Zamzamni tepibdi. Ey Quraysh, qaranglar, Zamzam suyini topdim. Abdulmutallib, bu bovimiz İsmoilning quduqi. Bu quduqda bizning haqqimiz bor. Unutma, quduqqa bizni sherik qilasan. Xudo haqqi, sizlarni Zamzamga sherik qila olmayman. Ben bu yerini yalğız tapdım. İşimge arlaşmanglar. İnsaf qil, Zamzam seninla emas. Undaqda bizni birers kelishtirib qo'ysin. Zamzam quduqi haqida kelishalmidik. Aranglardan biringlar bizni kelishtirib qo'ysanglar bo'pti ekan. Biz qandoq kelishtiramiz? Undaqda bizni Saat Royibning o'g'li kelishtirib qo'ysa, boshqa fikrimiz yo'q. Qandoq dedim? Ha, mayli. To'g'ri dedi. Abdulmutallib ve Abdumanaf cemaatidan 20 kishi Shamdagi Saat rohibining o'g'li bilan ko'rishish uchun yo'lga chiqdi. Bir tomchi suyimiz mi qolmadi? Bu cho'lda suv bo'lmasa, endi qandoqmi qilarmiz? Ey Abdulmutallib, endi qandoq qilamiz? Ibn Isaq, nim bo'ldi? Nima dedi? Suyimiz qolmadi da'vatiman. İçidigan suyimiz tugidi. To'g'ri sherik bo'lamiz deb bu cho'lda suyimiz qolmadi. Endi qandoq qilamiz? Biz cho'qim yo'ldan ezib qoldik. Qandoqsiga? Biz bu yo'ldan burun mengib boqmagan, hozir qayerda ishganligimizni, nega kelganligimizni bilolmayapmiz. Endi qandoqmi qilarmiz? Ustozlik bizni halsizlantirgucha musha atrofdan so'zlab baxmaylimi? Suv tepib ichib olgandan keyin yo'limizni davomlashtiramiz. Eng yaxshisi shunday qilayli. Amisi men karvondagilarga xabar qilay.
Ey Tanrım. Kökte birer kuş, yerde birer giyah mı görmedim. Bizge rahim kılmasan, muşu yerde de tügüşüp getidigan okşaymiz. Vay Xudayım. Su, bu yerde rastıllı su var iken. Mana endi su içi bilip yolumuzga ravan boladigan bolduq. Su topduq. Bu yerde su var iken. Tez kelinglar, su var iken. Ahırı su tapdık. Su içip alaylı. Tangri sana bu qaqas çölde su berdi. Zemzem quduqi sening bo'lsin. Bo'ldi. Zemzemni sendin talashmaymiz. Hey Abdulmutallib. Agar 2-3 farzanding bo'lgan bo'lsa, bular Zemzemni sendin talışıp yurmagan bo'ladi. Mekke'ga barmasdan Tangrining menga farzand berishi uchun qurbonlik qilaman. Agar Tangrim menga 10 o'g'il farzand ato qilsa, bir o'g'limni Tangri uchun qurbonlik qilaman. Allah Taala Abdulmutallibga yaramliq 10 o'g'il farzand ato qildi. Qarışalımız Abdulmutallib, qarışalımız. Rahmat, rahmat. Kabini ziyorat qilg'ili keldingmi yoki boshqa ishing bormi? Ha, ishim bor edi. 10 o'g'limning ichidan qaysini qurbonlik qilsam bo'ladi ekan, seni chek tashlab tanlab beramdikin deb keldim. Sen nima deyapsan Abdulmutallib? O'g'lingdan birini rostilla qurbonlik qilamsan? Hayron qelyapam sen. Bir o'g'limni qurbonlik qilaman deb Tangriga va'da bergan edim. Tangri menga tiligimni berdi. Menmi Tangriga va'da qilganimni beraman. Bo'pti, chek tashlab boqay. Abdullah, Öz ixtiyorligim bilan qurbonlik qilaman. rostilla o'g'lingni qurbonlik qilamsan? Ishonmayapam sen. Balaligimdan boshlab Tangriga ishinib kelyapman. Bugungacha Tangriga sendek qurbonlik qilmoqchi bo'lgan birasini ko'rib boqmadim. Tangriga bergan va'dangni o'rindamasangmi bo'ladi. Meningcha sen Tangridan kechirim so'ragin. Kechirim so'rasam bo'lamda. Allah xolisa vaqalikning davomini ati aytib beray. Balarim bek kech bo'lib ketdi. Endi uxlanglar. Allah amanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh.